bizda уже 1, 2, 3, 4da bunisi boshlanishi 5-qog'oz, 5da zakazlarimizda to'lishi boshlagan hayitga. O'shaning uchun oldindan yozib qo'yilib, zakazlarni hayitga 4 dan masalan mana tortlarimiz, napoleonlarimiz o'sha kuni yetmay qolishi mumkin. Iloji boricha ko'p qilishga harakat qilishyapti hamma narsani. No, mana shunaqa narsa o'qimaslik uchun yozdirib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Va dastavkaga keladigan bo'lsak, hozir men yechimini topgan holatda dastavkamizni obedga soat 3 gacha 15 ming qilishga qaror qildim. Ya'ni 15 ming bo'ladi sizlarga, ya'ni obedga soat 3 gacha tushgan zakazlar. Ya'ni 3 gacha sizlarga boradi dastavkaga. Tushunasizmi? Soat 5 ga, 6 ga, kasbga, soat 7 ga iftor mahaliga, kechki paytlarga, soat 9-10 larga bunaqa narxga to'g'risi to'g'ri kelmaydi, to'g'ri tushuninglar. Ham dastavkaga ulgurmayapti dastavkachilarimiz va ko'p dastavkachilar ulgurmasdan klientlar bilan ozgina norozi